Barchaga assalomu alaykum. Siz bu olam kanalidasiz. Vallah bugungi audioga ham 33-maktab deb ataladi. Sizlar tayyor bo'lsangiz, men hikoyani boshladim. Bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyam 2023-yil taxminan qishni dekabrning 3 yo 6 dekabrlar kuni sodir bo'lgan. Men 33-maktabda o'qardim. Aytishlaricha, bu maktabda qandaydir g'alati hodisalar bo'lib turar. Ko'pchilik esa qo'rqib, jinni ham bo'lib qolgan ekan. Yana kattalar aytish bo'yicha bu yerda oldin cho'chqaxona, ya'ni cho'chqa baqib, cho'chqa so'yib ashnaqa qilib shug'ullanishgan ekan. Keyin esa maktab qurilgan. Maktab qurilgandan so'ng g'alati hodisalar, ko'pchilik yiqilib, qandaydir yomon tarzda vafot etardi. Aytishlari bo'yicha bu maktabda qandaydir sir bor va u odamlarni sekin-sekin qirib tashlaydi. Va bu maktabda bir qorovul bor. İsmi Alisher edi. Alisher tog'adan biz ko'pgina hikoyalar va ko'pgina savollarimizga javob topganmiz. Bu qorovul taxminan 20-25 yildan beri mana shu joyda ishlardi. Qorovulda aytish bo'yicha kechasi beri qandaydir tovushlar, g'alati hodisalar ro'y berar ekan. Qorovul bir kun bizga bir hikoya aytib berdi. Hikoyada aytish bo'yicha 7-sinf o'quvchisi 4-qavatdan o'zini otib, joniga qasd qilgan. Alisher tog'a, bizga bu hikoyani aytib bering oxirigacha dedik. Alisher tog'a rozi bo'ldi. Ha, mayli bolalarim, sizlarga aytib beraman. Bu maktabda qandaydir sir bor. Men ham o'zim bu maktabda anchadan beri ishlayman va ko'p narsani guvoh bo'lganman. Va sizlarga bir voqeani aytib bermoqchiman dedim. Tezroq ayting, bo'lmasam darsga kech qolamiz dedik. Qorovul gap boshladi. Meni yaxshilab eshitlaring. Bu maktabda kechasi yurish shunaqangi xavfliki, bu yerga kelgan ko'pchilik odam jinni bo'lib qolgan va aqlli ozgan. Shuning uchun bu yerga kechasi kelmalaring. Men ham o'zim guvoh bo'lganman. Ko'pchilik bolalar bu yerga kechasi kirib jinni bo'lib qolgan. Sizlarga ham tavsiya etmayman. Bu yerga kechasi kelib o'tirishmagin dedi. Ham kechasi kelishga qo'rqamiz bu yerga dedik. Ammo qarashkin dedi qorovul. Ha, mayli deb darsga jo'nab ketdik. Va darsni tugatgach do'stim aytib qoldi. Hey, kirmaylikmi? Yarosdan kechasi. Nima deysan dedi. Men aytdim. Qorovul gap esingdan chiqdimi? Qorovul tog'a bu yerga kirishmagin dedi-ku dedim. Va uyga qaytib ketdik. Do'stim aytdi, "Ke shu kech payt kirib ko'raylik, u qorovulning gapi yolg'onligini isbotlaymiz" dedi. Men esa, "Ha, mayli, bir safar sen aytganing kira qolaylik, ammo unchalik uzoq yurmaymiz. Yarim soatga kiramiz" dedim. Do'stim rozi bo'ldi. Va biz qattiq tayyorgarlik ko'rib, telefon, fonarik, video karta, hamma narsani oldik. Va maktab tomon soat 9:30-10 larga yaqin maktabga kirib ketdik. Kech payt qorovulga sezdirmay o'tib ketdik. Va sekin maktabni ko'zdan kechira boshladik. Maktabning ichi qorong'u, hatto bitta ham svet yonmagan. Qorovul menimcha pul ketmasin deganmi, bilmayman. Xullas biz xonalarni tekshira boshladik. Ko'pchilik xonalar qulib, birargilari ochiq edi. Ochiq xonalarga kirib rasmga tusha boshladik. Biz bu yerga kirganimizda do'stlarimizga maqtanmoqchi edik. Shuning uchun navbat-navbatdan bir-birimizni rasmga ola boshladik. Keyin esa maktabdan chiqib ketishga qaror qildik. Va darvoza tarafga borib chiqmoqchi bo'lganimizda o'z-o'zidan eshik qulflanib qolgan. Bu nimasi bo'ldi? Qorovul tog'a biz bilan hazillashyaptimi? Yo, nima bola? Biz kirganimizni bilib qoldimi dedim. Do'stim, "Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Ketdik, aynidan oshib chiqamiz" dedi. Men esa, "Ha, mayli" dedim. Va orqa taraf aynagidan oshib chiqmoqchi bo'ldik. Ne ko'z bilan qarasak, aynalar panjara bilan to'sib qo'yilgan. Bu yerda panjara yo'q edi-ku dedim. Do'stim esa, "To'g'ri aytasan. Buni kim qildi ekan? Yaxshi 2-qavatga chiqib, yerdan sakraymiz. Har holda bu yerdan chiqib ketishimiz kerak-ku" dedi. Men esa, "Ha, mayli, bu yerdan chiqib ketsam bo'ldi" deb 2-qavatga chiqdik. 2-qavatdan esa do'stim sakrashga biroz qo'rqdi. Men ham qo'rqdim to'g'rirog'i. Lekin aynaga ochildi. Biz sakray deganda esa 1-qavatdan kimdir chinqirgan ovozi keldi. Kechirasizlar, xato qilib qo'yibman. Kimdir chinqirgan ovozi keldi va biz pastki qavatga tushdik. Pastki qavatda hech narsa yo'q edi. Bir xonadan eshik qattiq zarb bilan yopildi. Bu joyga zudlik bilan yugurib bordik va eshikni ochdik. Ichkari hech kim yo'q. Faqatgina burchida bir kichkinagina qiz turardi. Uni oldiga bordik. "Ey qizaloq, bu nima qilyapsan?" deganda, u bizning betimizga qarab baqirib yordi.
Biz shok holatga tushib qoldik. Va do'stim meni qo'limdan tortib qochishni boshladik va ikkinchi qavatga chiqdik. Do'stim esa ikkinchi qavatdan sakrab yubordi. Men ham orqasidan sakradim. Afsuski, do'stim oyog'ini qayirib olgandi. Men do'stimni hapslagancha yerdan qochib ketdik. Shu bilan bugungi audio hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like, obuna bosishni esdan chiqarmanglar. Videoni davomi chiqsin deganlar 10 ta like beringlar. Davomi albatta chiqarib oladi. Shuning uchun kanalga obuna bo'linglar va like tugmachasini bosib qo'yinglar. Bizning maqsadimiz 1K obunachi yig'ish. Hammaga rahmat. Дили-дили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит